Men oilamni doimo muqaddas deb bildim. Ayolim bilan baxtli yashardik. Lekin qaynonam bilan munosabatlarimiz doim sovuq edi. U kishi menga hech qachon ishonmasdi. Biroq o'sha kuni sodir bo'lgan voqea hamma narsani ostin-ustun qilib yubordi. Ertaga ayolimning tug'ilgan kuni edi. Men unga kutilmagan sovg'a tayyorlab, mehmonxonada kechgacha ishlab o'tirgandim. Uydagilarning hammasi uxlagan, atrof suv quygandek jimjit edi. To'satdan eshik asta ochildi. Qarasam qaynonam ustida yupqa xalat, ko'zlarida allaqanday vahima bor edi. "O'g'lim, hali uxlamadingizmi?" so'radi. U past ovozda, ovozi titrab chiqayotgandi. "Yo'q, oyijon, biroz ishim bor edi. Tinchlikmi?" dedim hayron bo'lib. U sekin yonimga keldi va divanning chekkasiga omonatgina o'tirdi. Uning bu qadar yaqin kelishi va menga tikilib qolishi meni noqulay ahvolga soldi. Miyamda turli g'alati o'ylar aylana boshladi. Yuragim tez urdi, ammo u aytgan gaplar meni butunlay shoshirib qo'ydi. Sizdan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Buni qizim bilmasligi kerak. Agar bilsa, bizni hech qachon kechirmaydi. dedi u qo'llarini mahkam qisib. Men nima deyishni bilmay qoldim. Nima uchun yarim tunda bunday iltimos? U yanada yaqinroq keldi va pichirlab davom etdi. Mening o'tmishimda bir xato bo'lgan va o'sha xato hozir eshigimiz tagida turibdi. Agar siz hozir menga yordam bermasangiz, ertaga hammamiz uchun kech bo'ladi. Pul kerak bo'lsa, mana hamma tillalarimni oling. Faqat uni uyimizdan yo'qoting.